Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023 yil 17 dekabr yakshanba kech. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. O'tgan chorshanba kuni, ya'ni dekabrning 13-kuni, Amerikaning Markaziy bankisi endi o'simni o'stamaydiganligi haqida signal berdi. Va endi yana kelar yili, balkim kelar yili bahordan boshlab yilning oxirigacha 3 qitim o'simni kesadiganligi haqida signal verdi. Yani mundaq aytgan vaqtda hozirgi parazlardan qaragan vaqtda kelar yili o'simni har bir qitim 3 qitim kessa, har bir qitim 0,25% kessa 0,75% kesidi degan gap. Bu nimadan derak berdi desa, bu pul qarz elishning, ya'ni pulning bahası pul qarz olganda to'laydigan o'sim nisbatining tuvallishidan derak berdi. Bu uy setib oldigan, mashina setib oldigan, mablag' silib tijoratni kengaytiradigan bularga nihoyatda foydali qilgan, nisbatan yaxshi bo'lgan vaziyatni yaratadi degan gap. Ya'ni bu u vaqtda iqtisodda pulning aylanishini, obrotdagi pulningki ko'payishini keltirib chiqardi degan gap. Shuning bilan birlikda yana bu xalqaro iqtisodga ta'sir ko'rsatadi. Chunki dunyodagi nurg'un davlatlar kirimi to'van, taraqqiy qilayotgan davlatlar İkinci Dünya Urushidan keyin qurilgan cho'ng pul muomala tashkilotlaridan ikkisi bor. Birisi IMF deymiz, yana birisi Dunyo bankisi deymiz. Birisi masalan IMF degan shu taraqqiy Ikkinchi Dunyo Urushidan keyin urushda xarobchilik uchirgan yoki taraqqiy qilmagan davlatlarning moliyasida qiyinchilik ko'rilgan vaqtda yoki qalayonqonchilik ko'rilgan vaqtda bular yordamga keladi. Dunyo bankisi cho'tsa, Dunyo bankisi şu devletlerninki asas muassa qurilishi, ularninki taraqqiyoti, odamlarninki har qaysi davlatlardagi yana taraqqiy qilayotgan davlatlardagi, nomrod davlatlardagi kishilarning nomrodlikdan qutulishiga nisbatan pul qarz berib turadigan ishlar bilan shug'ullanadi. Endi nurg'un davlatlar hozirga qadar mushu ikki cho'ng xalqaro pul muomala tashkilotiga bog'lanib qolgan ulardan qarz turdi, uni to'lamasi bo'lmaydi, uningga dirini to'laydi, o'smini to'laydi. Eğer şu ösüm nispeti şundaq Amerikanın ösüm nispeti yuqori bo'la olsa, bu şu Amerikanın dollarini qarz olgan davlatlarga va ba'zi shirkatlarga ig'ir besim bo'ladi degan gap. Ya'ni ular qarzning dirimini to'lamay, o'simini to'laydi topgan boyligi bilan degan gap. Shunga u davlatlarga nisbatan aytgan vaqtda biroz ularninki moliya jihatdagi yuki yeniklashga qarab mangdi degan gap. Shunlashqa o'tgan haftada, ya'ni mush xabar chiqqandan keyin o'sim nisbati o'stamaymiz, kelar yili 3 qitim kesishimiz mumkin degan signalni bergandan keyin paycheki bozorda umumyuzlik bir yaxshilanish yo'li, ko'tarilish yo'li, ya'ni S&P 500, Dow Jones Industrial Average degan bular ya'ni Nasdaq bularda ko'tarilish yo'ldi, eshish yo'ldi. Ya'ni yilning 5idagi ilqi paraz Amerikaning iqtisodi bu yil yaxshi bo'ldi. O'tgan yillarga qaragan vaqtda paycheki bozorda yaxshilanish bo'ldi, lekin bak yaxshilab ketmaydi degan parazlarni maqbul chiqqan. Amaliyot nimani ko'rsatdi desa, amaliyot paycheki bozordagi ahvolninki o'ylagandan yaxshi bo'lganligini ko'rsatdi. Vabo boshlagan vaqtda ba'zi ixtisoshunoslar, danli ixtisoshunoslar, Harvardning Kenneth Rogoffga o'xshash ixtisoshunoslar nima deyishgan desa, Amerika iqtisodi emas, dünya iqtisodiy böhran 1929 yil yuz bergan iqtisodiy böhrandan keyingi bir cho'ng bir iqtisodiy böhran yuzlanishi mumkin. Yiqilib tushib o'rnidan turishga 7-10 yil vaqt ketadi degan o'xshash gaplarni qilgan, obrazli gaplar. Ala 2-3 yil qolmayla bu ishlardan qutuldi. Ya'ni Amerikaning iqtisodi o'tgan qitim deganimdek bütün dünyadagi mamlakatlarning iqtisodiy ahvoli nihoyat yaxshi, makrolik ko'rsatkichlar shundoq yaxshi. Masalan, milliy daromadning ishi, GDPning ishi, ishsizlik nisbatining tuvan bo'lishi, pul paxalligining tuvan bo'lishi, ya'ni 4% dan tuvan. Shunlashqa yumshoq qo'nish hodisasi paydo bo'ldi. Ya'ni agar havodan aeroplan uchib kelib, aerodrom kelgan vaqtda qattiq qo'nab qoldigan bo'lsa, uning ba'zi aeroplanninki choqlari chiqib bo'lgan bo'lsa, uningdagi odamlar zaxm uchraydi. Shunda emas, yumshoq qo'ngan vaqtda xatar chiqmaydi degan gap. Hozir birdek qarash nima degan vaqtda yuz bergan iqtisodiy faoliyatlarninki sonliq ma'lumotlar orqali ifodalanish natijasida chiqarilgan xulosa nima desa, Amerikaning iqtisodi
2022 yıl 3. ayında atıp bala hazır kadar 11 kıtım ösümünü östegen bolsun. Yani bu yerda bizdinki ösüm degenimiz Merkezi Bankının banklarning o'zaro bir-biri bilan 24 soatlik qarz elib turishida bir-biriga bir-biridan oladigan, bir-biriga qo'yadigan o'simi mushuni ko'zda tutadi. U shu savdo banklari, baldashlik banklari, tijorat shu savdo banklari xususlarga, aholilarga, shirkatlarga qarz bergan vaqtda shu xil o'simning ustiga yana o'zininki haqini qo'shib oladi. Shunga 30 yıllık mortgage deymiz, öyle üçün alған qarzınınki nisbatinki 7%'dan yuqori bo'lishiga sabab shu. Demak, Amerikaning iqtisodida Markaziy bankining qo'llangan tadbirlari unumli bo'lganligi uchun yana pul paxalligini tuvallatadi. Ya'ni bir chaqda 9,1% 1% bo'lgan, hozir 3,1 3,12% atrofida bu pul paxalligi tushishi bo'ldi. Ko'pchilik qaraydigan bo'lsanglar, hozir gazdan tatib, masalan, gaz mashina haydashga ishlatadigan gazning bahasidan tatib, tuxum, go'sht-po'sh, ashunday narsalargacha uning bahasida ko'rilish bo'libdi. Diqqat qilsaqchi. Ondan sırt yana hozir yuz berayotgan ish Amerikaning shu jamiyatda, iqtisodiy faoliyatlarda yuz berayotgan ish nima desa, uzun chidaydigan mahsulotlar deymiz. Odatda 3 yildan ömrü 3 yildan ortiq bo'lgan mahsulotlarni uzun chidaydigan mahsulotlar deymiz. Ularning bahasida tuvallash bo'layotgan gap. Masalan, kir alg'u, kir yuvish mashinasi, to'nglatqu degan o'xshash. Hatto ikkinchi qo'l mashinalarning bahasimi buni tushish bo'layotgan gap. Xo'sh, unda bo'lsa mashina oladiganlar, uy oladiganlar saqlash kerakmi? Chunki kelar yili bahordan boshlab ular o'simni kessa, o'simlar tushidi degan gapda. Qarz olgan mortgage'larda tushish bo'ladi, avtolarni deb qo'ydi, avtomobil setib olgan qarz o'simlarda biroz tushish bo'ladi. Buni yanchig'imizga, sharoitimizga, ehtiyojimizga qarab har kim o'zi belgilaydi, ammo bo'layotgan ishlarni bilib qo'ygulik yaxshi. Yani Merkezi Banki dediki, yani ima qilgani shu, o'simlarni o'stamaymiz. Lekin ham shunday deyil olmaydi. Agar iqtisodiy faoliyatlarda favqulodda yana ma'lum sabablar tufaylidan qaytadan bir ish bo'lib qolsa, masalan, boshqa bir vaboninki taqilishiniki ehtimolligi to'van, ammo boshqa bir sabablar biz o'ylab yetamigan sabablar tufaylidan agar yani ishsizlik ish bitadigan ish bo'lib ketib qolsa, ishsizlik ish bitadigan ish bo'lsa, bu nima bo'ladi desa, o'sim nisbatini jiqroq kesish mumkin. Hozirgi farazlardan qaragan vaqtda ishsizlik nisbati kelar yili hozirgi 3,11-3,12%dan kelar yili 4,11% ga chiqadi deydigan forecast deymiz, mo'ljal bo'layotdi. Masalan, biz bosh shaharda bir cho'ng mablag'lik shirkati 1500 odamni qisqartirdi yaqinda. Shunga bu Markaziy bankka shunday makrolik ko'rsatkichlarga qarab turib, shunga qarab turib, tomoning so'qishiga qarab turib, dori berdi demoqchi. Agar pul paxalligi, yana baho yana ish bitgan bo'lsa, pul paxalligi deganimiz qo'lingizdagi pulning setilish kuchining tuvanlishi degan gap. Bu yana zag'ratildan aytgan vaqtda shu, qo'lingizga bor pulga oz narsa keladigan bo'lib ketdi degan gap. Agar ahvol yana shunday bo'lgan bo'lsa, Markaziy bankka hozirning o'zida kelar qitim biz endi hozir o'simni o'stamaymiz, kelar qitim kesimiz degandek ishoratlarni bergan bo'lsa-mu, agar pul paxalligi yana tushmasa, ma'lum sabablar tufaylidan yemak-ichmakning bahosi o'rlab ketsa, gazning bahosi o'rlab ketsa, masalan, boshqa mahsulotlarningki bahosi, tovarlarning bahosi o'rlab ketib qolsa, yani o'simni o'stirish mumkin. Ammo hozirgi sharoit biz hozirning o'zida turib bak uzunga deyolmaymiz, bak uzunga qaramaymiz. Chunki vaqtning o'tishiga ergashib nurg'un ishlar, nurg'un narsalarni o'zgartib o'tadi degan gap. Ammo hozirgi ahvolni biz ceteris paribus deymiz. Boshqa sharoitlar o'zgarmagan ahvol ostida, Amerikaning iqtisodida ahvol shunday yaxshi. Shunga kelar yilga nisbatan yaxshi bo'ladi deb qarayotdi. Ko'pchilik bundan xabar topib qolsin dedim, chunki paychikada bir yaxshilanib ketsa yoki cho'kishlab ketsa, kishilarning uning sababini bilgisi keladi.
Şuna bunu bir dep qo'ydim. Endi ikkinchi gap shu ömürlük bozorda bo'layotgan bir ahvollar. Ömürlük bozorda bo'layotgan ahvollar Amerika Bayden hukumati hozir buni tunib yetibdi. Ya'ni bozorda uy qiz talab bilan ta'minlash dedik-ku. Talab jiq, talabning jiq bo'lishiga sabab nima desa, yomon yeri ba'zi mablag'li shirkatlari, investment banklar nurg'un uylarni setib olgan gapchi bular. Bozordan setib olib, yakkilar, shaxsiylar yoki xususlar setib olaman deydigan uyning sonini azaltadigan gap. Ala elib olib, andan keyin uning bahosini o'raltib, bozorga silib, iste'molchilarni yuqori baho setib olishga mandaq setgan vaqtda majbur qilayotgan gap. Ya'ni yo'llarni egallab, yo'lga to'saq qo'yib, manchilik to'lasang o'tsan deganga o'xshash bir ish bu. Endi uning qilayotgan ishlari sharafsizlikmi, ochko'zlikmi yoki qonunsizlikmi desak, unda degil bo'lmaydi. Bu bozor egiligi. Har bir odamning, har bir nimaninki, shirkatninki o'zining qimmat qarashlari bo'ladi, o'zininki orzu qiladigan ishlar bo'ladi, imkoniyatlari bo'ladi, zaruriyatlari bo'ladi deganga o'xshash. Bu bozor egiligi bo'lgandan keyin, unda shunday quvvat bo'lgandan keyin ba uylarni setib olib, andan keyin ta'minlashni kontrol qilib, bahoni yuqori qilib, anda qisqa muddatdan ichida jiq foydali ishlarni qilayotgan ishlarmi bo'layotgan gap. Shunga nimishqa bu nimada uy Amerikaning uy bozorida o'simi uy olganlarninki talabida azroq chekinish bo'lsa-mu, uy bahosi yuqori. Uy bahosining yuqori bo'lishiga uyning qisligi bir sabab ko'rsatgan gap. Mana mushularni ko'rsatib Bayden hukumati qargan chaqda bu yana saylanma berib taqishdigan o'xshaydi. Amerikada cho'nglarning 3dan 2 qismining asosan uyi bor ekan. Chunki kishilar uyni ham turalg'i ehtiyoj uchun oldi, ham boylikning bir xil shaklinish saqlanish shakli hamda bu. Kishilar oltin ko'mishni olib qo'ydi, shunday keyin kunlarda beshimi kunchib qolsa deb. Ba'zilar ham uyda yaxshi rohat o'tirdi, ham yashagan vaqtda ko'pincha Amerikaliklar uylarini setib o'tib, chiqib ketib, ya Floridada issiqga ketadi, yoki bo'lmasa kichik ya'ni ilib o'tirdi degan gap. İlk çağda balçaqlılar deganning o'zining uyini boshlab bo'lgan bo'ldi, uy chalqib bo'lgan bo'ldi. Ularning cho'ng uylarda o'tirishni hojati qolmaydi. Ham pensiya chiqqan vaqtda ularning kirimi to'varak bo'lgandan keyin, ya'ni ijtimoiy sug'urtadan kelgan o'zining 401B, 201B yoki 201K yoki 203B dan kelgan anaqa pensiya puli bilan yo'g'on uyninki chiqimlarini ko'tarib bo'lmaydi. Yoki ham social ijtimoiy sug'urtadan kelgan kirimga boj to'laydigan ish qilamasmi? Ya'ni markaziy hukumatninki federal tax, income tax to'laydigan gap. Shtatlarnikini to'lamaydi ekan o chaqda. O'sha sabablar tufaylidan kishilar u umrining yashagan qismlari, oxir qismlari xotirjamlik yashayman deb shu o'ylarni shunday setadigan ishlarni qiladi. Hamda shu uy qisligini ko'rsatib, Amerikaning Bayden hukumati hozir maxsus mush ishlarni qilib o'tibdi. Har qaysi shtatlarga, yerlik hukumatlarga da'vatibdi. Uy soladiganlarga nisbatan qo'ydigan cheklamani biroz kengayting, deb qo'yib beringlar, erkaklar qo'yib beringlar deb. Masalan, ma'lum rayondagi, ma'lum manzillik rayonni buzsang olmaydi, daraxtlarni, o'rmonlarni vayron qilib uy solsang olmaydi. Balki muhitga ta'sir qildi, bo'lg'inishni keltirib chiqardi deydigan ishlar bormasmi? Ma'lum rayonda manchilik uy solsang oldi, yoki solmasang bo'lmaydi deydigan mundaq shartlar bor. Mushularni kengroq qo'yib bilsa, muhit asrash jihatdan, bexatarlik jihatdan deb cheklama qo'yadigan gap. Ammo Bayden hukumati shu xil uyning qisligini nazarda tutib, bozorda nimalarga shunaqa da'vat etdi hozir. Shtatlik hukumatlarga, yerlik hukumatlarga, uy solamiz degichlarga bo'lgan cheklimini biroz bo'shtonladi. Anonstiga bu cheklimi bo'shtilsa, kelasi yilning boshlarida o'sim nisbati, mortgage nisbati to'laydigan ish bo'lsa, yangi uylar selinadi. O'chaqda yangi uylar selinadi, bahoda azroq tushish bo'lishi mumkin. Garchi olamiz deydigan odamlar jiq bo'lsa-mu, ta'minlash ko'paygandan keyin-chi. Ammo yomon yeri ta'minlash ko'paymay, o'sim mortgage rate uy olamiz deydigan qarzningki, uy yig'inchalik olgan qarzning o'simi tuvalgan chaqda ko'proq odam uy olamiz deydi.
Ama öy qısulap qalsa yana bağını juqurluq qilib turğaşoldydy. Bunu bir bilip qo'yish kerak dedim. Şu bizning Bostonda maşındaq bir məbləğ şirketləri şu öyləni el bilib qimmat qilib mush rayonların öynün bahası bək işib ketdi. Başqa adamı bular bir yerdə onun təmin tetib qalğandan keyin ularning qo'li uzun, maliyasası kuchlik, başqa shtatlarda shuni qiladi degan gap. Xo'sh. Bu endi iqtisodiy jihatda umumyuzlik bir ahvol buni bir kichkina deb qo'yay dedim. Yana bir ish iyilik tilash to'g'risida so'zlab kelayotganmizmi bu yerda? Josh Kaufman degan bir kishiningki The Personal MBA degan kitobni yozgan kishi bu xususiy MBA deb. Bu MBA degani inglizchadagi Master of Business Administration deydi. Yani iyilik boshqarishning magistri deydi. Yani şu odatda Harvarddan tortib Stanfordgacha, MITning Sloan va Harvard Business School va bularning shunaqa har xil boshqa donliq oliy maktablarda bu programma bor. Yani iyilik boshqarish bo'yicha magistrlarni tarbiyalaydigan. Muddeti odatda 1 yil bilan 2 yil, ama qimmat o'qish, qimmat. Odatda shu top deb qo'ydi. Eng kirish tasvigan markaliq, masalan, Harvardninkini, MITninkini, Stanfordninkini, MBA, University of Pennsylvania University MBA kasblarida o'qib MBA olaman, u bir unvon, diploma ham. Shuni olaman degan odamlarga nisbatan aytgan vaqtda kirish tasbirinchisi, ama o'qish pul qimmat. Lekin onu püttəgəldə odatda şu çoğun şirketlarda, namı var şirketlarda, xalqaralıq şirketlarda işləydi degan gap. Məsələn, Fortune 500 degəndə, hani McKinsey deydigan məsləhətçilik şirkətində, Bain deydigan məsləhətçilik şirkətində, Boston Consulting degəndək şirketlərdə, anandan keyin shunday cho'ng şirketlarda ular ishlaydi, Wall Coast'dagi shirkatlarda ishlaydi, bu MBA'ni olganlar. Lekin ma Josh Kaufman degan odam mushu xil pul to'lab necha yil vaqt qilib MBA ilishni toza to'g'ri tepib ketmaydi ekan. Nima deydi ekan desa, General Electric degan GE deydi-ku. Amerikaning tanlıq şirketi, ashuningki bir ijro raisi bo'lgan Jack Welchning gapini olibdi. Tijorat qilish, eglik tilash amaliyotda unda murakkab emas. Ba'zi kishilar murakkab deb o'ylab oldi buni. U deganning ichingdan bo'ladi. Uni qilib o'rganasan deydigan gapini tutilib, bu odam asosan bu ashunday donliq maktablarga kirib, pul to'lab, vaqt sarf qilib, anda o'qishning hojati yo'q, unda 2 yil o'qishning. Da bir necha odamningki gaplarini bu nemapti, unda misol olibdi, masalan, Seth Godin deydigan bir yozuvchining gapini. U odam debdiki, men ayg'iraman kishilarga. Shu nurg'un pul to'lab 2 yillik programmalarni o'qib, nurg'un nazariyalarni o'rganib, shunday chiqdi ekan. Undaqigacha aniq moliya jihati, iqtisodiy jihati o'ziga besim qilib, undaqigacha 30-40 kitobni o'qib, azroq amaliyot bilan shug'ullansa bo'ladi emasmi? Yani kitaplarda MBA programmalarda nima so'zlaydi desa, har xil tijorat modellarini so'zlaydi. Taqlidiy shaklda ma shirkat qurding, ma shirkatda mandaq mahsulot yaratding, bu mahsulotniki ma vaqtda setib chiqading, mablag'ni manchalik yig'san, bozor ichini mandaq qilasan. Unda olsa, buni mandan satsang, paydan qanchalik bo'ldi, narxi qayda bo'ladi, ananinkin payda nisbati, profit margin deganlar qanday bo'ladi degandek mushuna narsalarni o'rgatadi. Unda degandan ko'ra bir odam haqiqatan iliklayman degan odam, Josh Kaufmanning gapi juma, tiklayman degan odam o'zi qo'l silib amaliy bir ishni qilib baxsoldi, kichik ishni qilib baxsoldi. Ya'ni mahsulotni bu xuddi air price'ninki idisiga o'xshab ketgan buning gapi. Mahsulotni oddiy shaklda paydo qilib, qanday mahsulotni deganda kishilarning ehtiyojini hal qiladigan. Ya'ni bir cho'ng nazariya so'zlamay, undaq jamiyatni kuzatib, odamlarning beshini og'ritadigan, turmushi qiyinchilik keladigan, yoki odamlarning ruhini ko'taradigan, xo'shallik cho'mdiradigan, zot qandaq mahsulot yoki mulozimatni
Yani qimmat beradigan mulozimatni yoki mahsulotni barliq keldirsam pul topa olmayman deganni o'ylash kerak. Ya'ni odamlarning, iste'molchilarning psixikasini chiqish qilish kerak. Ba'zi odamlar ma'lum mahsulotni, ma'lum tovarni yoki ma'lum mulozimatni iste'mol qilsa, uning obro'yi o'sgandek, ijtimoiy o'rni o'sgandek, yana boydak, gullangandek ta'sir beradi. Yana ba'zilarninki ma'lum bir sog'lomdek, baxtlikdek ta'sir beradi boshqalarga. Bu nimani deydi desa, men ikkini bir aqliyat so'zini deb berdim-ku. Ba'zi odamlar bak jiq pul xarjlab ketishga sabab u o'ziga ehtiyojli tovarlarni ehtiyojli bo'lganligini emas, balki yaxshi ko'rmaydigan kishilarni, o'zi yaxshi ko'rmaydigan kishilarni ongtan qoldirish uchun pul xarjlab ketadi deydigan bir gaplar bor-ku. Madamning gaplari shukan. Ba'zi odamlarningki shunday bir ehtiyojlari bor. Shu kishilarning, iste'molchilarning psixikasini tushunish kerak. Iste'molchilarning psixikasini tushunish kerak. O ish qanchalik kichik bo'lsa-mu, bir odamning ehtiyojidan chiqalsang, ehtiyojini qandira olsang, u odam sana pul xarjlaydi deydi ekan. Iste'molchilar sana pul xarjlaydi deydi. O'ylab baqsak, masalan, yemek içmek degan hayatımızda günlük bo'lib turadigan ish, takrorlab turadigan ish. Shunga men ilişkileş metodologiyasi degan kitobimda yozdim. Harvardning beqinidagi qaynoq Uyg'ur restorani deb. Masalan, Uyg'ur yemek içmeklerimizni Uyg'ur yemek içmeklerimizninki diki texnikaga, ta'mga, o'zguchilikka, madaniyatga sal qarmaslik kerak demakchi. Oshini, masalan, oshining qimmat berib, azroq ish qo'shib, pokiz, ta'mlik vaqtida yaxshi chiqara olsa, cho'ng ishlarni vujudga keltirib bo'ldi demakchi. Ya'ni PF Chang'ninki zanjirsimon $1 milliard qimmati bor bir oshxonaninki hikoyasini so'zladim men asarda. Kitapta shuni so'zladim. Shunga ilg'ayman degan odamlar shu o'zimizdagi bor ortiqchilikni joriy qildirsak yaxshi bo'ladi demakchi. Ishlar o'ng'ay emas albatta. Ishlar o'ng'ay ish yo'q. O'ng'ay ish bo'lgan bo'lsa odamlar chiqib so'zlab yurmaydi. Ammo haqlar manda qilibdi ekan, biz ham manda qilib baqsak bo'ladi ekan deb. Chunki bir odam ma'lum yo'l bilan manzilga yetgan bo'lsa, shu yo'lni mangsak bizim yetişimiz mümkün demekçi. Josh Kaufman degan adamning gapi, deydigan gapi bir xil qimmat yaratishing kerak. Ishni kichik ko'rmay. Ko'pincha yana shu mahsulotni oddiy shaklda bozorga silib, iste'molchilardan nima olib dedim. Fikr olib, shu jarayonda yengilab, andan keyin bir ish qilsang yaxshi bo'ladi. Bu nuqtadan olgan vaqtda ilg'ayman desang, MBA o'qib ketishingning hojati yo'q deb. Ana ustiga Pfeffer bilan Krishna Fong degan kishi 2002-yilda bir o'zining yozgan bir maqolasida MBA olgan odam bilan ularning keyingi ishlarda muvaffaqiyat qozonishning o'rtasida hech qanday bog'lanish ko'rmaganligini yozgan gap. Hech qanday bog'lanish yo'q deb. Ba'zidan sening bir masalan Harvardning, Stanfordning MBA programmalariga kirishing kiralgining sening muayyan layoqating borligini tushuntirdi. Senda aql bor. Ammo shuni o'zingning eglik tiklashga ishlasang texmi yaxshi bo'ladi. Cho'qimlam MBA unvonini olsam, savdo maktabiga borsam, MBAni olsam, muvaffaqiyatli odam bo'laman deb qarasang xatolaysan. Biz sonliq ma'lumotlardan, faktdan, reallikdan o'xil ahvolni ko'rmadik degan gap. Buningdan mening buni ko'pchilikka gapirishim sabab MBA o'qish ortiqcha hajatsiz demakchi emasman. Menimcha uning hojati bor. Nimishqa degan vaqtda idora, jamiyatlar, shirkatlar diplomga qaraydi. Nimishqa desa, u muayyan bir xil ijtimoiy tasdiqlash bo'ladi. Chunki bunda qarab, madam maktabda o'qibdi ekan, demak uning muayyan bir tafakkur qobiliyati bor, muayyan hisoblashdan tortib analitikacha, analiz qilishgacha buning asosi bor, sistemli tarbiyalangan ekan deb qaraydi. Hammasi u MBA olganning hammasi cho'ng bir shirkatlarni qurib bitmaydi. Hammasi qilib ketmaydi. Hammasi nimlab ketmaydi, muvaffaqiyat bo'lib ketmaydi. Ammo yana ba'zi o'rinlar
xizmatga olgan vaqtda shu unvonga qaraydi degan gap. Ammo iyilik tiklayman degan odamning MBA o'qib ketishdan bak hojat yo'q demoqchi ekan qisqasi. Sen shu iste'molchilarning kishilarning psixikasiga havola qilsang, shuni tushansang, shular nimaga ehtiyojliq ularni xo'sh qildigan, bayis qildiradigan, ijtimoiy o'rinni ko'taradigan, tuyg'uni beradigan mahsulot yoki tovarlarni, mulozimatlarni barpo qilsang, ishing yurishdi degan gapkan. Josh Kaufmanning asosliq ideyasi ash ekan, hamda bunimi bilib qilinglar. Chunki hozir biz yashayotgan dunyo shu internet texnikasi hozir sun'iy aql chiqdi. Bu to'g'risida bir narsa o'qib qo'ydim. To'g'ri. Men yana bu kanalda ancha-muncha yaxshi gaplar, boshdan o'tgan tajribalar, yozmalarni o'qib qo'ydim. Masalan, doktor bo'lamiz degan odamlarga Amerikada qanday doktor bo'lamiz deb, Amerikada qanday xizmat topamiz deb, 10 necha yil burun yozilgan yozmalar, 20 necha yil burungi ahvollar, nurg'un narsalar o'zgardi. Hayot degan shu nurg'un narsalar o'zgarib turdi. Odamlarning shunday yashayotgan muhitlari o'zgarib turdi. Iqtisodiy faoliyatlar o'zgarib turmaydi. Shunday nimalarni o'zgarib turdi. Yashash sharoitlarimiz o'zgarib turdi. Yana burun odamlar shunday cho'ng unvonlarni ilib, cho'ng idoralarda, egiz binolarda, hayvatlik binolarda ishlashni yaxshi ko'rib, ona bir xil o'rindan smola deb bilgan bo'lsa, hozir o'zgarib ketdi. Internet texnikasi nurg'un narsalarni o'zgartirdi. Internet texnikasi masalan nashriyatchilikni, an'anaviy nashriyatchilikni o'tadi. Ba'zi tijorat, an'anaviy tijoratni o'tadi. Nurg'un narsa to'g'ri ko'chib ketdi. Masalan, addisi. An'anaviy pul tepishning usullari har xil, har yangi ketdi. Shu iyilik tiklash to'g'risida bir yilda 12 ming kitob yozildi. 12 ming kitob. Buni qaysi birisini o'qib, qaysi ideyani qabul qilib bo'lmaydi. Shunga eng yaxshisi shu Josh Kaufmanning qo'l silib ishlab, ishni kichikdan boshlab, bozorni tushunib, anandan asosda kengayish, qayta sinaq qilish, xaridorlar bilan, iste'molchilar bilan uchrashishni aytib muhim. Hargiz mahsulotingni birinchi qitim bitgan chaqda ota-onangga, qarindoshlaringga, do'stlaringga sotma. Ulardan fikr olma. Sen tanımaydigan, shu haqiqatan seninki mahsulotingga talpindigan odamlar bilan aloqa qilib shularning fikrini ol degan qarashgan, buni bilib qo'yinglar demoqchi. Xo'sh, oxirgi gap. Bir yaqinim bir uchurni avatibdi. Mana shunday Uyg'urlarimiz bor. Uyg'urlarimizga munosabatli uchurlar bo'lsa, yaxshi uchurlar bo'lsa, yetkazadigan o'tganda Yevropadagi bir hamshirimiz dedi, Qaysar Kama uchurni bering, higher ad deb torning adresini berib qo'ydim-ku. O'sha orqali xizmat izlasa, dunyoviy shirkatlar bor, shartlarga tushsa, o'shadan xizmat topsa bo'ladi deb. Chunki uchur ko'rligi degan yomon narsa. Uchurni bilmagandeklar, hozir nurg'un narsani ziyon tortamiz. Mayli u pensiya puli masalasi bo'lsin, masalan, shu uy uchurlari bo'lsin, yoki bo'lmasa har xil benefit deymiz, bunda bir o'zimizga foydali, o'zimiz yashayotgan muhitga foydali uchurlar bo'lsin, salomatlik sug'urtasi jihatdagi uchurlar bo'lsin degan o'xshash. Bunda uchurlarni qarindoshlarimiz deydi, shu degan bizning qarindoshlarimizning qayerda bo'lsin, hayotda kichikgina bo'lsin bir yuksalish, yaxshilanish bo'lsin deb shunday uchurlar bilan ta'minlagan qarindoshlarimizning ishlari yaxshi bo'lsin. Ammo qarindoshimizdan birisi bir uchurni avatib qo'yibdi-ki, men yili shu leksiyani chopilgan vaqtda ashtan tegiga ularni qilib qo'ymay, bu nimasi? Harvard universiteti har yili ma'lum sonda har qaysi davlatlarda yashayotgan tadqiqotchi olimlardan ma'lum qismini xarajni to'lab musharak qildi. Uni Scholars at Risk Programs deb qo'ydi. Ya'ni xatar ostida qolgan olimlar, tadqiqotchilar debchi, o'z turayotgan, o'z ma'lum yerda, jo'grafiyalik muhitda yoki davlatda turolmagan, qiyinchilik tortgan, belimi qaynab buloqdek teshib turgan, ammo vatansizlik, chorasizlik, zulmning yoki nomrachilikning dastidan, masalan, o'zining qobiliyatini ocholmagan, zehnini ilm ishlar berolmagan, shunday dunyoning hamma yeridagi odamlarga bular fursat yaratib berdi. Bizning Uyg'urlarimizmi beshimizga kelgan ishlar ayon. Biz Uyg'urlar ma'rifatlik xalq, O'rta Osiyo madaniyatiga o'chmas to'plarni qo'shgan. Ala shu xil ruh bilan, shu xil ma'rifat chirig'ini yo'ritib kelayotgan qarindoshlarimiz
ba dünyanın başqa yerlərdə, ma'lum yerlərdə bəlkə qiyinchilikda qolganlar bo'lishi mumkin. Mana bu shundaq narsalarga iltimos qilib boqsanglar, hozir vaqti ya'ni 2024-yildan 2024 va 2025-yilda kelar yilda shu xatar ostida qolgan olimlarni, tadqiqotchilarni qo'llaydigan programmasiga nomzod ko'rsatish boshlandi. Iltimos suninglar. Onun şartlari var. Masalan, siz burun nima ish qilgan, nima ish qilmoqchi, qanday asarlaringizni e'lon qilgan, turish salohiyatiniz qanday va hokazo deganga o'xshash chiqimni ko'tarib, yani turmushga kafolatlik qiladi, qanday xarajatni beradi. Qanimizning odamlarimiz shunday sharoit, shunday ahvolda qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, iltimos qilsanglar, fursat ketib qolgandan keyin apla deb peshonimiz bo'lsak bo'lmaydi. Kechikdik degan gap rizqimiz kam bo'ladi, purustimiz kam bo'ladi degan gap. O'ladamiz. Xo'sh, rahmat hammalarga.